Akalar, bu qaysi avtomashinaning logotipi? Buni bilmaganlar airbag demanglar. Boru avtomashina vashi yorib yoribdi. Bu Honda avtomashinasi. Bu bozor narxi 40 ming dollar atrofida. Bunga propan gaz ballon qo'yildi. Sababi akamiz hech qanaqa benzinni ekonomni o'ylamaganlar, shu sifatsiz benzinni oqibatidan propan gaz ballon qo'yilyapti. Hozir sizlarga qisqacha zapchastlar tanishtirib o'tamiz. Kapot qismida 2 litrli turbina motor qo'yilgan. Bu motor GDI motorlarga tegishli bo'ldi. Bunga 48 ga to'g'ri zakolta va duyi reduktorlar bilan qo'yilgan. Bu zapchastlarga 1 yillik kafolati bor. Albatta bu blok upravleniya bu GDI avtomashinalarda zo'r yurgizyapti. Akalar, bu avtomashinamizni like bosib qo'yasizlar. Har birimizga shuna avtomashinalar buzilish va uydagilarga, ota-onalarga olib berish hammamizga nasib qilsin. Bunaqangi avtomashinalarni ko'rib, shukurlar domlaning gaplari esimizga tushadi. Akkuratli yuring. Hammadan zo'r kiyining. Hammadan zo'r mashina mining. Lekin haloldan mining. Haloldan yuring. Maqtanmang ustuvoshingiz bilan. Akalar, mana avtomashinamiz hozir propanda turibdi. Sizlarga yurishini ham ko'rsatib o'tamiz. E'tibor beringlar.